Bizni amalimiz bilan jannatga kira olmaymiz. Namozimiz, nazr niyozimiz, ro'zamiz bilan jannatga kira olmaymiz. Payg'ambar alayhissalom bu gapni aytganlarda sizning ham amalingiz yetmaydimi ya Rasululloh deganlarda mening ham amalim yetmaydi deganlar. Illa Robbim meni o'zining rahmat bilan o'rab oladi, so'ngra jannatga kiritadi. Hammamizni ham. Unda amallar nima uchun kerak desangiz, amallar jannatdagi darajangizni oshirish uchun kerak bo'ladi. Jannatga Allohning fazli bilan kirasiz, Allohning rahmati bilan kirasiz. Jannatning ichida darajangiz bu dunyodagi amalingizga qarab ko'tariladi. Qaysi jannatga tushishingiz. Ulamolar nima deydi? Ularning gaplarini eshiting. Ikki jannat orasidagi masofa shunday bo'ladiki, siz osmonga qarab kechasi yulduzni qanday ko'rasiz? Birinchi jannat ahli, ikkinchi jannat ahlini biz yulduzni ko'rgandek ko'rar ekan, birodarlar. Shuning uchun haligi sahoba nima uchun yig'layapsiz deb so'radilar. Ya Rasululloh, siz jannatga kirsangiz jannatning eng yuqorisida turasiz. Men gunohlarim o'zimga ma'lum bir bandaman. Robbim menga marhamat ko'rsa jannatning eng pastiga tushaman. Tushsam agar. Sizni qanday ko'raman? Ko'ra olmayman deb yig'layapman dedilar. Ana shunda Alloh taolo oyatlar nozil qiladi. Allohga iymon keltirib, amal solihlarni qilgan bandalar payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan barobar turadi deyildi. Payg'ambar alayhisalomni ko'rib turadi. Ana bizga Allohning marhamati. Endi faraz qiling birodarlar. Robbul alamin bizga marhamat ko'rsatdi. Biz chunki iymon keltirgan edik. Solih amallarni qilgan edik. O'zi asli birinchi jannatga ham arzimas edik. Ammo Alloh taolo bizga fazl ko'rsatdi-da, bizni payg'ambarlar yashayotgan jannatga chiqardi. Siz jannatga tushdingiz. Jannatga ilk tushgan kuningiz haqida gaplashamiz. Faraz qiling birodarlar, qanday go'zal bu faraz. Shunday bir go'zal tasavvur qilingki, ko'zingizni xohlang yuming, xohlang yummang, ammo o'zingiz jannatga, o'sha jannatga tushganday faraz qiling. Birinchi jannatga emas, payg'ambarimiz bo'ladigan Jannatul Firdavsga, eng oliy jannatga tushganday tasavvur qiling. Al-lahazatul ula fil jannah. Jannatdagi ilk lahzalaringiz haqida o'ylang. Satakunu mubhiratan jiddan. Juda ham hayratlangan bo'lasiz. Nimadan hayratlanyapsiz? Hina naral anhara wal qusura was thimara wal khiyam wal dhahab wal lu'lu'a wal harir. Anhorlar, daryolarni ko'rib hayratlanasiz. Qasrlarni ko'rib hayratlanasiz. Jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyoni tengligicha makon beriladi va hatto o'shani 10 karrasi qilib beriladi deyiladi hadislarda. Jannatning eng pastiga tushgan jannat ahliga dunyo 10 karra ziyodasidan joy berilar ekan jannatdan. Endi yuqorisini tasavvur qilaverasiz. Qasrlar, xaymalar, mevalar pishib yotibdi. Qasrlar oltin, dur, gavhar, lu'lu marjonlardan bo'lgan. Tagida anhorlar oqib turibdi, tepasida meva turlicha pishib yotibdi. Bitta mevasini uzsangiz o'rnidan ikkita pishib qoladi. Mevani uzish uchun narvon qo'yishga hojati yo'q. O'tirgan joyingizda qo'l uzatsangiz meva o'zi egilib turadi. Daryoni qarang. Daryo chuqur daryo emas, birodarlar. Sayoz daryo. Chuqur daryo bo'lsa cho'kib ketish xavfi bo'ladi. Jannatda xavf bo'lmaydi. Soylar bo'ladi, chiroyli soylar, daraxtlarning tagidan oqadigan. Bu bizning tasavvurimiz. Ammo jannat bizning tasavvurimizdan oliy joy, birodarlar. Ana shularni ko'rib hayratlanib turganingizda quvonchingiz birdan nihoyatda ko'payib ketadi. Chunki siz bir necha yillar avval sizni tark qilgan ota-onangizni ko'ryapsiz. Ha, birodarlar, sog'ingan otamizni, onamizni ko'ryapmiz. Ammo ular yosh suratda kelyapti. Bilyapmiz, otamiz, onamiz 33 yoshda kelyapti otamiz. Onalarimiz 18 yoshda kelyaptilar. Ammo onalarimiz ular yosh suratda kelishadi, lekin o'sha ota-onaga bo'lgan muhabbat, mehr, zavqi, shavqi jannatda ziyoda qilib beriladi. Farzandi yoshligida vafot qilib ketganlar o'sha farzandlarini ko'radilar. Jannatning g'ilmonlari bo'lib, xodimlari bo'lib, kelinglar, xush kelibsizlar deb o'sha farzandlar kutib oladi ota-onani. O'sha jannatda shayxlar yosh bo'lib keladi. Bemorlar sog'ayib keladi. Nuqsoni bor, nogiron bo'lganlar butun bo'lib keladi jannatga, birodarlar. Kampirlar gurkillagan 18 yoshli qiz bo'lib keladi. Ulardan tashqari hurlarda aytmaysizmi? Har bir jannat ahliga Alloh taolo 72 ta ayol beradi dedi. Ikkitasi bu dunyo ayollaridan, 70 tasi hur aynlardan deyildi. So'ngra qarasangiz
nur taratib payg'ambarlar o'tib ketmoqdalar. Atroflarda sahobalar to'da bo'lishib, jamoa bo'lib, iforlarini taratib, nur taratib payg'ambarlar, sahobalar qarshilarida o'tib ketmoqdalar. Shunda biz bu ummatning ulamolarini ko'ramiz. Imomul Buxoriylarni ko'rasiz, hadis rivoyat qilib turgan bo'ladi. Imom Tirmiziylar Shamoil Muhammadiyani o'qib turgan bo'ladilar. Ramazon butini ko'ramiz, mashhur qizil sallalarda 33 yoshlarida xutba qilib turgan bo'ladilar. Muhammad Ali As-Sobuniyni ko'ramiz. Sevikli Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni ko'ramiz, birodarlar. Navqiron holda va'z qilayotgan bo'ladilar jannat ahliga. Ajabmas, butun o'zbek xalqidan, o'zbek zabonidan jannatga tushganlarga va'z qilib tursalar. Ismoil Sotta Oxunni ko'ramiz, Mulla Bozor Oxunni ko'ramiz. 33 yoshlarda jannat ahliga xutba qilayotgan bo'ladilar. Farishtalarni shu ko'zlarimiz bilan ko'ramiz. Bu dunyoda ko'rinmagan nurdan yaralgan farishtalar sizga mulozamat ko'rsatib turadilar, birodarlar. Shunda shov-shuv boshlanadi. Qaranglar, Abu Bakr kelyaptilar deydi. Bir tarafdan shayx, ammo o'zlari yosh, ammo nuroniy Abu Bakr kelyaptilar. Yonlarida Umar deyshadi. Hamma o'sha yoqqa qaraydi. Ularning xizmatlarini eslaymiz. Ana u daraxtning soyasida turgan Xolid ibn Valid emasmi deysiz? Shunda go'zal bir ovoz keladi. Hazrati Davud alayhisalomning ovozlari yangrayotgan bo'ladi. O'sha mahal Qur'onni bir ovoz o'qiyapti, tilovat qilyapti, hayron qolasiz. Bu xush ovoz kim? Kim deysiz bu? Qori kim bo'ladi Qur'on o'qiyotgan jannatda? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bo'ladilar. Biz tilovatni o'sha sahobadan rivoyat qilganmiz. O'sha sahobadan rivoyat qilingan tilovat bo'yicha qorilarimiz Qur'on o'qiyapti. Shunda Bilolning azoni yangrab qoladi-ku ya. Hazrati Bilol Allohu akbar deganda butun jannat ahli qalqib tushadi. İlk yangragan bu ovoz jannatda ham azonda ilk aytayotgan ovoz sohibi bo'ladi. Shunda biz Uhdud ashoblarini ko'ramiz. Uhdud hali olovlik xandaqlarga tashlanganlar, tiriklay ko'milgan qizlarni, jannatda yurganlarni ko'ramiz. Harir kiyimlarda, jannat taqinchoqlarini taqib, tiriklay ko'milgan qizlar jannatda yurganligini ko'rib, agar tavba qilib jannatga tushgan bo'lsa, ota-onasini ular kechiradilar. Ashabul Uhdud. Bir tomondan Kaf egalari Qitmir degan itlarni yetaklab kelayotgan bo'ladi. Ammo u it suratda emas, jannatning bir xush surat jonivori bo'ladi, birodarlar. Nima uchun Qitmir jannatga kiradi? It bo'lmasam, Allohning iti. Chunki u solihlar bilan birga yurgandir, birodarlar. Yaxshilar bilan birga yurishning fazlini qarang. Alloh taolo yaxshilar bilan birga bo'lgan bir itni jannatga kiritdi. Biz bir itchalik bo'la olmaymizmi jannatga kira olmasak? Allohni tanimasak, peshonamizni sajdaga qo'ya olmasak, ashabi Kahfning iticha bo'la olmaymizmi, birodarlar? Qitmircha bo'la olmaymizmi? Safina egalari, Fir'avnning iymon keltirgan ayoli Osiyo onamiz, bir tomondan Bibi Maryam ayollarga o'rnak bo'lib turadilar. Shunda xushbo'y hid taraladi. Bu nima ekan deysiz? Fir'avnning qizini sochini taragan o'sha ayol bolalar bilan kelayotgan bo'ladi. Bu tarix, bu qissani eshitganmisiz, birodarlar? Fir'avnning qizini sochini taraydigan ayol bo'lgan ekan, ko'p bolalik, chaqalog'i ham bor ekan. Tarog'i tushib ketsa, bismillah deb taroqni olibdi-ku-ya. Fir'avnning qizi otamni aytyapsanmi debdi. Yo'q, otangning ham, sening ham, mening ham Robbimni aytyapman dedi. Otamga aytib beraman dedi u qiz. Aytsang aytaver dedi. Otasiga aytdi, Fir'avn uni so'roq qildi. Sening Robbing men emasmanmi dedi. Yo'q, sening ham, mening ham Robbim Alloh dedi u ayol. Shunda bir qozonni qaynatdilar, yog' solib. Haligi ayolni bolalarini bitta-bitta onaning ko'zi o'ngida yoqqa tashlayapti. Ona esa ayol Alloh deyapti, Robbim deyapti. Navbat chaqalog'i yetib keldi. Eng kichigi onaning shafqati ko'p bo'ladi, birodarlar. Chaqaloqni qo'ldan tortayotganlarda olovga tashlash uchun, yoqqa qizigan yoqqa tashlash uchun ona deyordi. Shunda chaqaloq tilga kirdiki, "Ey onajon, sobit turing. Sobit turing ey ona" dedi. Shunda sobit turdi. Avval chaqaloqni tashladi. So'ngra ona iltimos qildi Fir'avndan, "Mening va bolalarimning suyagimizni bir matoga o'rab birga dafn qilinglar." Fir'avn aytganing bo'ladi dedi. Onani ham qozonga tashlashdi. O'sha ayol va uning bolalari kelayotganda butun o'zi iforlik jannatni miskning hidi tutib ketar ekan. Hamma qarasa o'sha ayol bolalar bilan kelyapti. Shunda bilasizmi, birodarlar? Bir tomondan Iskandar Zulqarnayn, ikkinchi tomondan
Hazrati Xizr qad rostlab turadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'tirib jannat ahliga hadis rivoyatni boshlaydilar. Bir tomondan esa Abdulloh ibn Abbos Qur'on tarjimoni, Qur'onning tafsirini boshlaydilar. Ibn Mas'ud bizga esa Qur'onni tilovat qilib boshlaydilar. Ana shunda bilasizmi, nima bo'ladi? Butun jannat ahli ilk kuningiz zotan o'sha kuni tushgansiz. Bu ne'matlarni hammasini ko'rib turibsiz. Jannatda o'lim yo'q, dard yo'q, qarilik yo'q, xavf yo'q, kasallik yo'q, yomonlar yo'q, hasharot yo'q. Birodarlar, olov yo'q. Hech bir muammo yo'q, vabo yo'q, yomon narsa yo'q. Faqat yaxshilik, qarilik yo'q, hamma yosh, o'lish xavfi yo'q. Badan yiringlamaydilar. Balg'am hatto sizda yo'q. Butun pok narsalar jannatda bo'ladi. Taom yeyapsiz, taom ter bilan hazm bo'lib chiqib ketyapti, birodarlar. Taom yemoqchi bo'lsangiz, qushlar o'zi uchib kelib, o'zlarini havola qilar ekan. Istasangiz qush go'shi pishgan holda tilla tovoqlarda sizga taqdim qilinadi deydi. Bu jannatning ta'riflari. Ammo bularning hammasidan ham ortiq narsa bor. Bular havola qilib bo'lingandan keyin haligi birinchi jannatga ba'zi odamlar hammadan keyin kirib kelar ekan. Hammadan keyin, balkim oradan 1000 yillardan keyin. Ular kim desangiz, ular gunohlariga yarasha do'zaxda azobni yillab kuyib olib, so'ngra qalbida iymoni bo'lgani uchun Alloh taolo ularni do'zaxda abadiy qoldirmay jannatga olib kirgan odamlar bo'lar ekan. Yana do'stlari shafaat qilganlar bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisalom va aziz avliyolar, olimlar shafaat qilganlar bo'lar ekan. Hammadan keyin kirib kelar ekan ular. Hayot suvi bilan cho'miltirilganlarda butun yara chaqalari ketar ekan. Ammo ularning nomi qoladi. Jannat ahli ularni jahannamiylar deyshar ekan. Jahannamdan chiqib kelganlarni jahannamiylar deb bir-birlariga tanish uchun aytar ekanlar. Alloh subhanahu va taolo bizni o'sha jahannamiylardan qilmasin, lekin o'sha jahannamiy bo'lib, oxirida bo'lsa ham jannatga kirish aslida katta baxtdir, birodarlar. Endi bularning oxirida Alloh subhanahu va taolo o'zining jamolini ochadi. Pardalarni ko'taradi. Pardalar ko'tarilganda tun jannatning noz ne'matlari, jannatning shuncha ulug' narsalari birodarlarim ko'zga ko'rinmay qoladi. Hamma Alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qoladi. Mana shu ko'zlarimiz bilan ko'ramiz, birodarlar. Bu dunyoda Hazrati Musa alayhissalom ko'rishga toqatlari yetmagandi. Tog'lar ko'rishga toqat yetmagan buyuk zotning go'zal jamolini jannat ahli o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Va hamma Alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qoladi. Undan keyin birodarlar, u hech bir xavf xatar bizga xavf solmaydi. Na yahudiylarning fitna fasodlari, na munofiqlarning bosh og'riqlari, na bu har xil adashgan toifa bemazhablarning fitna kirdikorlari, na boshqa dunyoning matolari bizga xavf solmaydi. Hamma Robbul alaminga mahliyo bo'lib qoladi. Bizning ma'lumotimiz mana shu yerda tugaydi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jannatni ta'riflar ekanlar, mana shu yergacha aytib berganlar. Undan u yog'iga o'tmaganlar. Undan u yog'iga biz ham o'ta olmaymiz. Undan u yog'i Allohga havola qilinadi. Alloh subhanahu va taolo nimani ikrom qilsa u bo'ladi. Zero Alloh taoloning jamolidan ortiq ikrom bo'lmaydi, birodarlar. Allohning jamoli ikrom qilingandan keyin jannatlar ko'zga ko'rinmay qoladi. Robbul alamindan so'raylikki, bizni hammamizni, bugun mana shu yerda hozir bo'lganlarni, uzoq yaqindan kelib tik turib bo'lsa ham, quyoshda o'tirib bo'lsa ham ma'ruza eshitayotganlarni o'zining jamoliga mahliyo bo'ladigan bandalar qatoridan qilsin. Amin ya robbal alamin.